Endi qolipim yo'q, keksim o'xshamaydi degan bahonalar o'tmaydi. Mana sizlarga bittada o'xshab chiqadigan, pelada tayyorlasa ham bo'ladigan eng zo'r keks retsepti. Ichlari shunaqa воздушный bo'lib, shunaqa yumshoq bo'ladi. Uyingizda 1 stakan qattig'inglar bo'lsa, tez turib tayyorlab ko'ringlar. Ozgina sodani уксусda to'ldirib olib, qatiqqa solib aralashtirib, chetga olib qo'yamiz. Tuxumga shakar solib, yaxshilab ko'pirib, oppoq massa bo'lguncha mikser qilamiz. Ustidan boyagi qatiqni va yog'ni qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Endi unimizni ozgina-ozginadan qo'shib, ustidan razrihli sil va xohishga ko'ra vanilin qo'shib, uni ham aralashtiramiz. Xamirimiz shunaqa quyuqlikda bo'lishi kerak. Endi bitta plitkani mayda bo'laklarga bo'lib, yarmini xamirimizga qo'shamiz. Bu xohishga ko'ra albatta. Shokoladga qo'shib, yong'oqlarni ham maydalab, xamirga qo'shib aralashtirib olamiz. Endi pelalarimizni ichini yaxshilab yog'lab olib, tayyor xamirimizni pelalarni to'ldirib yubormasdan solib chiqamiz. Ustidan maydalab olib qo'ygan shokoladlarimizni ozgina-ozginadan solib chiqib, qizib turgan duxovkaga ustilari chiroyli bo'lib qizarguncha yuboramiz. Shunaqa zo'r ko'tarilib, yumshoqqina bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab